O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Safiya pishiriqlari fabrikasiga kelganmiz do'stlar. Uchtepa tumani 15-kvartaldamiz. Shundoqqina yo'l yuzida joylashgan 5 qavatli g'ishtli uylarning birinchi qavatida 2 xonali yaxshi holatdagi kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya juda ham yaxshi holatda, bolalar o'ynash maydonchasi ham mavjud, parkovka ham topsiz bo'ladi. Endi uyni ko'rib chiqamiz. Lokatsiyani ko'rdinglar, juda ham yaxshi joyda joylashgan, ya'ni yo'lda bo'yida. 5 qavatli g'ishtli uylarni birinchi qavatidan 2 xonali 54 kvadrat foydalanadigan kvartira holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi, kirib yashashga tayyor holatda. Romlari akfa romlarda bu birinchi xonasi edi. Bu tomon tashqaridan kirish qismlari, kiyimlashga joylari mavjud va bu tomonda umumiy sanusiy joylashgan. Kafellar qilingan holatlari yaxshi holatda. Bu tomonda esa oshxona joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Shunday derazadan qarasangiz katta yo'lda bo'yi ko'rinib turadi, ya'ni Safiyaning ro'parasida. Bu tomonda esa ikkinchi xonasi, uy o'rta podyezdda joylashgan. Yana bitta xona ko'rishingiz mumkin. Uzungina qilingan, chunki bu tomonda balkon bo'lgan, balkon esa qo'shilib yuborilgan. Birinchi qavatda joylashgan 54 kvadrat foydalanadigan kvartira jihoz holatda sotuvga chiqmoqda va narxi $72,000. Albatta kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ilova boramiz.